Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari hamda YouTube tomoshabinlar barchalaringga xayrli kun tilagan holda videolarimizni boshladik. Manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumani. Bir shogird akamiz mana shu biyagomus yetishtirishadi. O'zlaridan chiqqan chorvalardan chiqqan go'nglarni mana shunday holatda biyagomus qilib 05 yilliklarda elab, yana oddiy qishloq sharoitida yangilik qilganlar, bilganlarga takror, balkim bilmaganlarga yangilikdir. Mana oddiy hovuz qilib, oddiy mana shu o'zimizda yer ostidan chiqqan suv bilan ham mana shunday holatda baliq boqishni yo'lga qo'yibdilar. Yana bitta tomoni, zo'r tomoni ana shu biyagomusdan chuvalchang orqali ham 50% boqyaptilar. 50% boshqa narsalar bilan. Tursunboy aka, keyin bitta baliqni o'shancha ko'rsataylik obunachilarga. Suvimiz ozgina tiniqmasligi sabab baliq ko'rinmay turibdi. Kimdir qiziqsa, xudo xolasa akamizning nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa mana shu sohani qiziqqanlar bo'lsa, Tursunboy aka o'rgatasiz a? Ozgina hijolat qilyaptilar, meni olmang deb. Hammaylar olmaymiz dedim. Xudo xolasa boshqa insonlarga albatta manfaatli bo'ladi. Bu balig'imizning nomi ilon baliq, qayerlardadir ilonbosh ham deyiladi. Juda chaqqon, buni ushlash ham juda qiyin, o'zlaring bilasizlar. Nechta baliq bor hozir? 300 tasini sotdingiz, nechta qoldi? 200 ta qoldi. 200 ta. Hozir nechiga necha Tursunboy aka mana shu yerimiz? 3 ga 12 metr. 3 ga 12 metr. 500 ta boradi. Ha, chuqurligi? Chuqurligi 1 metr bo'lishi kerak. Qishga turgali 1 metr bo'lishi kerak. 1 metr suvda. Ha, qishda. Obunachilarimizga baliqni realniy bir olib aka ko'rsataylik, baribir haligi kimdir ishonmasligi mumkin. Juda qiyin bo'lyapti ushlash. O, katta. Tushvoraman hozirmi? Katta o'nar, katta tomonga o'taylikchi. Nima tushunadi? Ikkinchisi O ishasham osilmasa. ash salafan tagida bo'lsa kerak. Oh. Va nihoyat bitta chiqdi. Qiziqqanlar bo'lsa aka, xudo xolasa o'rgatasizmi Tursunboy aka? Mana shu baliqdan 200 ta qoldi. Yuring kattasidan bir harakat qilaylik aka. Bu yer urug'latadigan joymi? Suv ko'pda 1 metr suv. Issiqda suv chiqadi. Bu yerda nechta bor? Kattalar. Bu yerda maksimum 20 metr. Yaxshi. 2,5 kilo, 1 kiloda 2,5 kilogacha bordi. Kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa akamizning nomerlarini qo'yib qo'yamiz ekranga. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha o'rgatasiz aka? Daxma ham bor. Ozuqasimi? Mana baliq. Chiqishni boshlashdi. O'saka chiqaradi. Havo, qaloq.